ko'rgan shaharlarni dadam ko'rmagan. Men tatigan ne'matlarning nomini ham bilmagan. Lekin endi tushundim, mening ko'rgan dunyom ular ko'rmay qolgan dunyo ekan. Men yumshoq joyda orom olgan kechada dadam qayerdadir ishda navbatchi edi. Men kelajak uchun orzu qilgan paytim u bugunimiz uchun kurashib kelardi. Qo'limdagi telefon uning mehnati, kiyimim ortida uning peshonasi. Men olgan har bir imkon ortida onamning qolib ketgan armoni. Onam o'qimadi, men o'qisin deb, dadam dam olmadi, men odam bo'lsin deb. Endi bildim, mening butun hayotim ularning yashalmagan orzusi ekan. Otam, onam, siz nima orzu qilgandingiz? Men so'ramadim, siz ham aytmadingiz. Men dunyoni qo'lga kiritdim deb yurdim, siz esa o'zingizni bizga beribsiz. Endi bitta iltijoyim bor, Allohim, ularning orzusini mendan oldin so'ndirma. Men baxtli bo'lishga ulgurarman. Faqat ota onamni qaritma. Dasturxondan onoz qolgan kunlarda onam to'ydim deb bizni ovutardi. Bizning qornimiz to'q bo'lsin deya o'zining ochligini yashirib qo'yardi. Dadamning qo'lida oddiy telefon, ichida esa mening raqamim bor. Sog'insa bir so'z aytadi bolam, shu bitta so'zda butun bir umr bor. Men ilgari ularning jimligini tinchlik deb o'ylardim. Aslida esa ular ichida minglab gaplar bor ekan. Ko'rgan joylari bor, bormagan joylari bor, aytilmagan orzulari bor. Faqat bizning tashvishimiz ularning orzusidan doim kattaroq bo'lgan. Otam, onam, endi men ham eshitay, sizning yuragingiz nimani istaydi? Men sizning orzularingizni bolaligimda bilmagan ekanman. Endi ulg'aydim, endi navbat menga. Dada, siz dam oling, ona, siz ham o'zingiz uchun yashang. Men siz bergan umrni endi sizga qaytaraman. Allohim, men hali ko'p narsaga ulguraman. Faqat ota-onamning qarib qolishiga shoshma. Ularning qo'llari mening qo'limda qarisin, ko'zlaridagi armon duoga aylansin. Men ko'rgan dunyoni ular ham ko'rsin. Men yegan ne'matlarni ular ham totib ko'rsin. Men baxt deb yugurgan narsamni ularning yuzida
ko'ray, dada ona.